Bu ovqatni rosa ham erinchoq odam tayyorlagan ekan, qaranglar. Katta-katta sabzilar, katta-katta piyozlar, katta-katta kabachkilar. Hamma narsani katta-katta qilib to'g'rab olibdi. Bu dengiz bolalari qo'shilgan lag'mon sho'rvasi. Juda ham ko'p yeyman buni. Chunki mazali, qaranglar. Mana ham qo'shilgan. Va sakkiz oyoqchalar ham qo'shilgan. Mazza. Bu nimaligini bilmayman, lekin ta'mi yaxshi. Midyalar qo'shilgan. Ishqilib allambalo narsalar qo'shilgan, bunaqasi ham. Bu nima, mega mozgmi? Kecha kosmetikani festivaliga borgandim. Bir qancha kosmetika olib kelganman festivaldan. Bismillah. O'zim ham katta sumkada to'ldirib kosmetika olib kelganman. Kaz xolamiz chiqib, ko'p kosmetikalarimiz shipirib chiqib ketdi. Qaynonam aytgan ekan, Ilnara festivalga ketdi deb. O'shanda chiqdi shekilli. Festivaldan nimadir olib keladi deb. O'zi ham yarmini olib chiqib ketdilar. Menga ber, menga ber, menga ber deb. Keyin ham mayli bersam videoga tushib beradilar deb turib berib, oxirida videoga bitta video bor edi tushganini tushib bera olasizmi desam, "Voy, orqam og'riyapti" dedilar, chiqib ketdilar. Keyin qaynonam "Xolangga tegmay tur" dedilar. Jahli chiqib yurgan ekanmish. Erlari bilan tortishib qopti. Ichida to'la piyozmi buni?